Kerem. Yaxshimi qanaqa yaxshi obdan salom yaxshi obdan. Qo'y bu nima ketdi bu? Bu sizga yasab akagan bir Dodir efendim? Ha. Menga yasabsizlar buni. Nereden kelgan so'g'at bunda? Xo'jan ailesi İpek Yılı İznalar Muzeyxanımızda bu yaqin yaqmış Tağırtağ Galibiyet Tunlu qatnaş başlaş münasibati biz bu Şinjan işçilikka aktif enerjiya taqib atqan. Voy rahmat. Yo'ldoshlarga buni taqib zo'lqatib taqib bilgan sizniki, bilgan bekat sizniki. Voy rahmat. Dodir efendim. Rahmat. Kelib to'xtashgansiz. Muzeyxondan dedingizmi? Shunaqa. Muzeyxondan men so'g'atlar kelyaptimda. Rahmat xalqning menga bergan yaxshi baholardan. Ham bu muzeyxonning mashtat bu ishlatgan materiallaringiz nima material ketdi? Ma eserni tiga to'g'ri uchun ishlatdi. Bu orqali Jumha millatlarniki. Yiday yilo. Tirishchan, emgakchan. Ro'yini ekseptudukda. Endi ma eserni tipiga ma diametri 21 santda ma jumlaqni ichiga mayzga ma bir dalvaq bir yo'lniki liniya xaritasi uyab chiqdi. Mana ma tipidagi ma quruq ipaklar. Mana ma aslidagi suv ipaklar emas ma. Maya bo'lsa ma quruq ipakning tipidagi ma bu texmakanning qumbarxalariga vakillik qildi. Aniki ma suv ipakning ma tigi bo'lsa ma dengizning to'lqinlariga vakillik qildi. Shu orqali bir dalvaq bir yo'l strategiyasi o'tirib qo'yilgan 13 yildan buyon bu Şinjan diyarimiz ep kelgan taraqqiyot fursatlarini aks ettirdikda. Aniki ma asarning mayziga mana Ana qıplam sizniki Dadır efendimler sizniki ma Doyun Canxo ma Şipin Canxo deke ma ismingizni uyab chiqdik. Rahmat. Bu orqali sizniki bundan keyin texma aktiv energiya taqib bo'lsin shu. Bir dalvaq bir yo'l liniya. Rahmat. Nemiz bo'lsa yana birsi siz ma bu nimeniki ma chimanbag'niki to'pan tomoq tarmoq do'koni to'g'ri. Biz ma aslida ma rang tanlagan chaqda va yeshil rang tanladik. Nima uchun degan chaqda Nuristondanki chimanbaq Nuristondan bir yil qo'ygan. Biz bu chimanbaq ishlatayotgan har qanday xammatlar qurishlar tabiiylik asos qildik. Yeshil asos qildik deganlik uchun va yeshil rang ishlatdik. Yana birsi sizniki ma Doyun xalda va Shipin xalda burun ma to'shaqning tepida va yeshil kostyum kiyib kelgan bir to'g'ri. Shuning asosida ma yeshil Rahmat Nurg'ulg'on. Mush asarat bundan keyin bir yaxshi texnik yaxshi aktiv energiya taqishni chin dilimizdan Rahmat. Ham Doyun supsi orqali keng xalqimizga ancha-muncha ish qilganda xo'sh bo'ldim. Menga bergan shu mukofotlaringizlar bo'lsa, cho'qim 100 kagidek ish qilaman. Keng xalqimiz uchun yaxshi bo'lgan mazmunlarni, aktiv energiyalik mazmunlarni tixincha qaraq yo'llash rahmat. Dadır efendim degan bahani xalq sizga bergan. Men faqat men hunar orqali buni asar qilib keldim sizga. Rahmat. So'g'at oddiy bo'lib qoldi. Ana sa ko'l diyariki barliq urtuqqanlar turpan teklif qilaman. Yiday yilo deb shunday yaxshimsizlar. 56 millat, hammamiz bir aylik kishilar, cho'qim o'zaro hamkorlashib, o'zaro bir-birini yo'llagan asosda yaxshi bo'lgan asarlarni, mazmunlarni keng xalqimiz taqdirlaydi. Bo'ldi. Ana oxirida bir vaqtimiz yetsa, Xo'jan İpek Yılı İznalar Muzeyxonasiga bir kirib baqsangiz. Bundan keyin shu Şinjan sirtidagi barliq shu sayohatchilarni şu Xo'jan İpek Yılı İznalar Muzeyxonasiga berib, shu yani bir kirib balliq aslimini o'qib ketishni chizib qilaman. Ma'qul. Rahmat.